فراموش نکنید افغانستان گهواره زبان ازبکی است. هر کسی که اهمیت زبان ازبکی را در تاریخ افغانستان نمیدانه در حقیقت نادانی را سر خود تحمل کرده. من ازبek bolasman. Mani tilim o'zbek, mani ota-bobam ham o'zbek va o'zbeki so'zlagan. Va men ham o'zbeki gaplashishimga faxrlanaman. Va bu til faxriga sazovor bo'lgan bir til. Chunki bu til Amir Timurdek jahongushoning tili, Amir al-Kalom, Amir Alisher Navoiydek suxandonlar tili, qilich va qalam arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning tili, Lutfi u Sakkoki u Otoyi u Sha'ruh u Ulug'bekning tili. Biz o'zbeklarni ota-bobamiz imperatorlik qurib kelgan, imperatorlik qilib kelgan, imperatorlik yiqib kelgan va imperatorligi ovozasi minglarcha zolimlarni titratgan va nobud qilgan. Pas bu til faxriga sazovor bo'lgan bir til.